kichkina sotuvli 2 etajli yangi zamonaviy degan uchastkalardan zerikanlar uchun mana sizlarga 5 sotuvga tushgan haqiqiy o'zbekona uchastkamiz sotuvga chiqarildi. Juda ham zo'r narxda, juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan. Uyimizning lokatsiyasidan boshlasak, betonka shundoq Ada hotelni ko'pchilik biladi. Bu yoqda Lormet servis, o'shaning orqasi shundoq bir 200 metr katta ko'chadan kirganda elitniy mahallada joylashgan bo'ladi. Hop, uyimizning ichlari to'liq bitgan, faqat fasad ishlari qolgan. Ko'rib turibsizlar, uyimiz egalari o'zlari uchun qurganlar. Bunaqa hovlimizni bitta, ikkita bemor mashina ketadi. Bu yoqda elektrik ko'pni qilib qo'yishdi o'ziga uchun. Gaz, issiq sovuq suv hammasi kirgan. Bu yoqda hovli uchun sanuzellar ham to'g'ri qilish uchun mo'ljallangan. Uyimizning bu yoqda podvol qismlari ham bor. Podvol qismini hozir gazировка qilib qo'yishgan ekan, mayda-chuyda qilib. Lekin kattagina cho'plik polda qilingan, bemalol жилой ishlatsangiz ham bo'ladi. Hop, uyimizga qaranglar, 3 ta kiraverish bor. Bu yoqda zalga, bu yoqda hol qismiga va bu yoqda oshxonaga. Mehmon kutadigan o'zbekona oilalar uchun juda ham zo'r yechim. Ayollar bu yerdan kirsa, erkaklar alohida kiraveradi. Hop, o'ng qo'ldan bilan boshlab olamiz. Chap qo'ldan ham. Chap qo'lda mana bitta zal qismimiz. Zalimiz bu eng katta zalimiz. Uyimizda 3 ta konteynerlar qoladi, oshxona mebellari qoladi. Qolganini yana bitta gaplashib kelishib ko'rasizlar. Bu yoqdan mana hol qismimiz. Holimiz ham kattagina divanni zona qilib bemalol ishlatsa bo'ladi. Patologlar baland-balandgina 2022-yil qurib bitkazib ko'chib kirilgan ekan. Katta oshxona qismimiz. Endi mebellari oshxona texnikasi qoladi. Zo'rlardan qo'yilgan ekan. Panoramli oynalar. Mana bu hovliga chiqadigan uy, eshik. To'g'risini olmoqchi videoda. Mana bu yoqdan kiraverish asosiy eshigimiz. Hop, chap qo'lda yana bitta zalimiz. Alohida erkak ayol uchun kutadiganlarga. Bu zalimiz ham kattagina zal. Masjidda o'zi bor 30 kvadrat metrlar. Patologlar baland-balandgina. Bu yerda ham o'zining konteynerlari bor. Eshiklarni ham zo'rdan qo'yilgan o'zlari uchun yashashga. Bu yoqda detskiy xonamiz. 3 4 razmerda. Bu yoqda yana xuddi shunaqa yana detskiy xona. Va bu yoqda master spalniy bo'ladi. Hozir uni ko'rsatamiz va umumiy sanuzel. Spalniyimizda endi odam bor ekan, o'shaga yo sanuzelga o'tirmadik. Kattagina spalniy qismimiz bor. Umumiy 5 ta xona. Biz katta hovli bor bitta. Bu yoqda umumiy sanuzel etdim uni. Buni ham bitta ko'rsatib bo'lar ekan. Mana sanuzelimiz ham kattagina, vannalari ham bor. Havo aylanishga qoldirmagan, to'g'rimi? Oho, mana kattagina hovlimiz ham bor ekan. Bemalol kladovka o'tin-po'tindan tashlab qo'ysangiz bo'ladi. Hovli mana bu yoq tarafdan ko'rinishi, uyimizdan tashqaridan bitta ko'rsatib o'taman. Uyimizda ko'rib turibsiz, to'g'ri joylashgan. Endi o'zlari uchun qurgan, asobiy mehr bilan quriladi. Hamma asosan sifatli mashinalar ko'ringan, ko'rinmayotganini ham. Hop, mana bu uyimizdan tashqaridan ko'rinishi. Mana bu yoq fasadi, taxminan 17 metr betili. Bu yoq tupik ko'chamiz. Bu yoqdan g'ir-g'ir mashina o'tirmaydi. Mana bu tashqarisi. Hop, elitniy mahalla aytib o'tgandek, hammasi katta uchastkalar joylashgan. Bu yoqda yer narxi o'zi taxminan 35 ming, 40 ming atrofida. Katta ko'chaga bir 200 metr chiqsa, betonkaga chiqamiz, metroga yaqin. Bu uyimizga bo'lsa 261 ming dollar so'ralyapti. Ozgina bir ikki so'm o'tib beradigan joylari bor. Kelib savdolashib baraka qilsangiz bo'ladi, yurib qo'yinglar.